Yaxshi qiz obrazni o'zgartirishga qanday qaraysiz? Obrazim o'zi normalku. Obrazingizni Dreams do'konimiz nomidan oversize stilga o'zgartiramiz. Soatdan xabaringiz bormi? 10 bo'ldi, yopildi hamma joy. Do'konimiz har kuni soat 11 gacha ishlaydi. Bemalol o'sib qilamiz. Bu bo'lmasa ketdi. Ketdimi? Go. Do'konimizga ham kelib oldik. Do'konimizdan hozir o'zingizga yoqqan oversize stilni tanlasangiz bo'ladi. Qimmat kechib ketmasangiz bo'ldi, lekin brat. Ketdik ko'ramiz. Ismingizni so'ramabman. Ismingiz kim? Ismim Kumush. Nechinchi yilsiz? Yilim yetmay qo'yaver, yomon hit bo'lib ketadi. Aytavering-chi? 2009 man. Yo'q, 2009 ga o'xshamaydi-yu. O'zi ham shu gapni aytadi borku, to'yib ketdim shu gaplardan. 2009 lar maktabda o'qiydimi shunda? Da, maktabda o'qiyman. Men sizni qayerdadir ko'rgan deyman. Instagramda ko'rgansiz, blogerman o'zim. Yo'q, aytdim-chi, yuzingiz tanishib ko'rindi menga. O'shanchidan o'zi rozi bo'ldim videolar. Voy, topdim o'zimga endi. Endi bitta ichidan long sleeve olsam bo'ldi. Shu obrazimiz tayyor. Ko'ramiz hozir qanchada kiyib chiqarkanlar. Tayyormisiz? 1 2 3